Bir kuni qo'shiqchi Jastin Timberlakening konsertiga autizmga chalingan 8 yoshli Julian keldi. Konsert chiptasi uning tug'ilgan kuniga sovg'a bo'lib, bolakay Jastinni juda yaxshi ko'rardi. Bola bu voqeadan shunchalik xursand ediki, hissiyotlarini yashira olmadi. Zalda sakrab, "Bu mening tug'ilgan kunim, bu mening sovg'am" degan gapni baland ovozda takrorlardi. Shunda oldinda o'tirganlar bolani quvvatlab, qo'shiqchidan Julianni sahnadan tabriklashini so'rashdi. Ularning qichqiriqlarini eshitgan Jastin kichkina muxlisi bilan gaplashdi. Keyin esa zaldagilar bilan birga uning uchun tug'ilgan kuning bilan qo'shig'ini kuyladi. Julian o'sha paytda shu qadar baxtli ko'rinardiki, ko'z yoshlarimni tiya olmadim, dedi bolaning onasi jurnalistlarga. Jastin Timberlake va boshqalar o'g'lim uchun tug'ilgan kuning bilanning men shu kungacha eshitgan eng ta'sirli talqinini ijro etishayotganda qo'llarim titrardi. Ayol Julianni hamma qo'llab-quvvatlashini tasavvur ham qilmaganini, xatti-harakatlari atrofdagilarning g'ashiga tegadi deb o'ylaganini aytdi. Bir kun